Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Navbatdagi dastlabki xizmatimiz Namangan viloyati Kosonsoy tumani Tergachiga olib kelib ishlab etib beryapmiz. Aka, qani ishlashlari ko'ringchi. Mana akamiz kecha zakaz qilishgandi, bugun olib kelib ishlatib berdik. O'g'illarni uylagan ekanlar, shu xonaga parva отопление qilinmagan ekan, o'shanga xavfsiz, hid-pid chiqmaydigan, tutamaydigan narsa kerak edi. Biz ishimizni ko'rib, yoqtirib zakaz qilishgandi. Mana olib kelib ishlatib berdik. Aka, bir ko'ringchi ishlarni, qo'lda kuydiradigan darajadami, ko'ngildagidaymi? Xudo xohlasa yaxshi mana. O'sha internetda ko'rganingizcha bor ekanmi? Bor ekan, Xudo xohlasa. Ko'ngildagidaymi, Xudo xohlasa? Yaxshi, Xudo xohlasa. Yaxshi kuningizga buyursin. Уже chiqarishni boshladi. Tokka suqqanimizga 10 minut, 15 minut bo'lib qoldi, ha? Tepasi уже qo'lda bemalol kuydiradi. Tok yaxshi joyda zo'r ishlab beraveradi. Endi bu tok pasayib ketsa, 180 voltgacha tushib ketsa ham normal holatda ishlab beraveradi. Undan pastiga bo'lsa, tok kuchaytiradigan qo'yishga to'g'ri keladi. Bu razmerimiz 50 ga 1.40 hisoblanadi. Bular 5 metrga 4 metr xona uchun o'zi o'chib yonadigan termostatli bo'ladi. Kuniga 15 ming atrofida tok rasxod qiladi. Sababi ular 20 minut ishlab olgandan keyin 1 minut o'chadi, kerak bo'lsa 2 minutgacha o'chib turadi. Sababi tok yaxshi joyda hamda uteplet xonani termoizolyatsiyasi yaxshi bo'lgan joyda yaxshi issiqlikda ushlab turganligi uchun 2-3 minutgacha o'chib turib, keyin 1 minut ishlaydi. Termostat bilan ishlaganligi uchun shunday ekonomik qilib bemalol toklaringizni ekonom qilib beradi. Shu ekrandagi telefon nomerlariga WhatsApp, Telegram ulangan muloqot qilishlaringiz mumkin. Hattoki sizlar musofirdan turib ham zakaz qilishlaringiz mumkin. O'zbekistonning barcha hududlariga dastlabki xizmatlarimiz bor. Barchaga omad, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like bosish esdan chiqmasin.